بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda Alloh taoloni eng go'zal ism sifatlari bilan tanishlik darsimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu darslarimizga va yana o'rgangan ilmlarimizga mukammal holatda amal qilishimizni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib etsin. Allohumma amin. Biz o'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlaridan Ar-Rahman va Ar-Rahim ismlarini Alloh taolo qodir qilgancha o'tdik. Va o'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni mana shu Ar-Rahman va Ar-Rahim ismidan olinadigan tarbiyaviy foydalarni ham Alloh taolo qodir qilgancha aytib o'tdik. Va bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablarini Alloh subhanahu va taolo qodir qilgancha aytib o'tamiz. Va mana bu Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablari iymon keltirgan mu'min kishining hayotida eng asosiy bir nuqtada bo'lishligi kerak. Iymon keltirgan kishining hayotida telefon eng asosiy nuqtada bo'lmasligi kerak. Va boshqa dunyoviy narsalar iymon keltirgan mu'min kishining hayotida eng asosiy bir nuqtada bo'lmasligi kerak. Balki Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalariga va'da qilgan mu'minlarga xos rahmatiga erishishlikning sabablari iymon keltirgan mu'min kishining hayotida eng asosiy bir nuqtada bo'lishligi kerak. Va mana bu mu'minlarga xos bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu dunyo va oxiratda najot topishlikni va dunyo va oxiratda saodatli hayotda yashashlikning sabablaridan biridir. Har bir narsani o'ziga xos sharti bo'lgani kabi Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni o'ziga xos sabablari bordir. Misol uchun mashina haydashlik uchun o'ziga xos shartlari bo'ladi. O'ziga xos sabablari bo'ladi. Ulardan biri haydovchilik guvohnomasi bo'lishligi kerak va shunga o'xshagan boshqa bir narsalar bo'lishligi kerak, sabablar bo'lishligi kerak. Va oddiy misol xorijiy davlatlarda yashashlik uchun yoki xorijiy davlatlarda ishlashlik uchun yoki bir korxonalarda ishlashlik uchun o'ziga xos sabablari va shartlari bo'ladi. Va xuddi shunday Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni o'ziga xos sabablari va shartlari bordir. Va mana shularni, mana shu Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablarini Alloh taolo qodir qilgancha aytib o'tamiz.
Va Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan birinchisi, ya'ni eng muhimi, eng asosiysi Alloh va rasuliga bo'ysunishlik. Ya'ni Alloh va rasuliga itoat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasi 132-oyatda aytadiki, Astagfirullah. Ati'ulloha va rasula la'allakum turhamun. Sizlarga rahim qilinishligi uchun Allohga va Rasulga itoat qilinglar, bo'ysuninglar deb mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa bo'ysunishlikka, itoat qilishlikka va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'ysunishlikka, itoat qilishlikka Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda buyuradi. Bugungi kunda islomni da'vo qiluvchi insonlarga mana bu Alloh va rasuliga bo'ysunishlik, itoat qilishlik juda ahamiyatsiz. Balkim islomni da'vo qiluvchi insonlarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, o'zini ishxonasidagi xo'jayiniga yoki boshqa bir insonlarga bo'ysunishlik Alloh va rasuliga bo'ysunishlikdan-da muhimroq va ahamiyatliroqligini topasiz. Mana bu holatdan saqlanishligimiz kerak. Alloh va rasuliga bo'ysunishlik, itoat qilishlik mo'min kishini eng asosiy bir hayotidagi eng asosiy bir narsalar bo'lishligi kerak. Ya'ni Alloh va rasuliga itoat qilishlik mo'min kishini hayotida eng asosiy bir nuqtada bo'lishligi kerak. Suv bilan havodek bo'lishligi kerak. Ya'ni suv bilan havodek ahamiyatli bo'lishligi kerak. Misol uchun inson mana bu dunyoda yashashligi uchun suv va havoga muhtoj. Suv va havo bo'lmasa, u inson yasholmaydi. Xuddi shunday mo'min kishini ham saodatli hayotda yashashligi, ya'ni mana bu Alloh va rasuliga itoat qilishligiga bog'liq. Va Alloh subhanahu va taoloni rahmatiga erishishlikdan, ya'ni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikdan sabablaridan biri ibodatlarda ihson qilishlik. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Ya'ni ibodatlarda ihson qilishlik qanday bo'ladi? Misol uchun insonlarga ihson qilishlik bu ma'lum, hammaga ma'lum. Lekin ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ihson qilishlik qanday bo'ladi? Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda juda go'zal bir holatda bayon qilganlar. Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib aytishganki, "Mal ihson" deb so'rashganda, ihson nima deb so'rashganda, ya'ni ibodatlardagi ihsonni nazarda tutishgan. Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik yoki bunga qodir bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi deb ibodat qilishlik. Mo'min kishi barcha ibodatlarni Alloh subhanahu va taolo ko'rib turgandek ibodat qilishligi kerak. Yoki misol eng muhimi, eng afzali Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek barcha ibodatlarni ado etishlik. Namoz bo'lsin, roza bo'lsin, boshqa bir ibodatlar bo'lsin, barchasini Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishligi kerak. Ibodatlarni ado etishligi kerak. Yoki Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlikka inson qodir bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi deb barcha ibodatlarni ado etishligi kerak. Bu ibodatlardagi ihson bu. Va Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablari insonlarga ham ihson qilishlik. Ya'ni insonlarga yaxshilik qilishlik.
insonlar bilan muomala qilganda ularni haqqiga tajovuz qilmaslik, balkim insonlarga yaxshilik qilishlik. Moli bilan bo'lsin yoki go'zal xulqi bilan bo'lsin, u insonlarni agar insonlar bilan muomala qilganda ularni haqlariga tajovuz qilmasdan, ularni haqlariga rioya qilgan holatda, ularni haqlarini, barcha haqlarini ado etgan holatda insonlarga yaxshilik qilishlik. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasi 56-oyatda aytadiki, Astag'firullah, inna rahmatullohi qaribun minal muhsinin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki, albatta Allohning rahmati muhsin kishilarga yaqindir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zining rahmatini muhsin kishilarga juda yaqin ekanligini xabar beradi. Muhsin kishilar kimlar? Muhsin kishilar barcha ibodatlarni, namoz bo'lsin, ro'za bo'lsin, haj ibodati, umra ibodati, yana shunga o'xshagan boshqa bir ibodatlarni barchasini Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ado etishlik. Bu birinchi holati. Ikkinchi holati esa agar Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlikka agar qodir bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi deb ibodatlarni ado etishlik. Va keyingisi insonlarga ihson qilishlik. Qodir bo'lsa, o'zini moli bilan ihson qilishlik. Agar moli bilan qodir bo'lmasa, o'zini go'zal xulqi bilan, go'zal so'zi bilan ihson qilishlik yoki yordam berishlik bilan, yoki bir mushkulini oson qilishlik bilan, yoki bir muammosini hal qilib berishlik bilan insonlarga yaxshilik qilishlik, ya'ni ihson qilishlik. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga va'da qilgan xos rahmatiga erishishlikni sabablaridan biridir. Va Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni uchinchisi Alloh subhanahu va taologa istig'for aytishlik. Ya'ni istig'for aytishlikni ko'paytirishlik. Mo'min kishi qanchalik ko'p Alloh subhanahu va taologa istig'for etsa, gunohlari Alloh subhanahu va taolo istig'for etgan bandasini gunohlarini mag'firat qiladi va uning qiyinchiliklarini ketkizib, qiyinchiliklarni olib keladi. Barcha qiyinchiliklardan Alloh subhanahu va taolo istig'for etgan mo'min bandalarni barcha qiyinchiliklardan chiqaradi. Ya'ni barcha qiyinchiliklardan keyinchilikka, farovon hayotga chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo Naml surasi 46-oyatda aytadiki: "Lawla tastaghfirunalloha la'allakum turhamun." Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahim qilinishligi uchun Alloh taologa istig'for aytsalaring bo'lmaydimi? Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bandalariga istig'for aytishlikni buyuradi. Ya'ni istig'for aytishlikni buyurdi. Qanchalik ko'p istig'for aytsak, Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qiladi. Barcha qiyinchiliklarimizni o'zi ketkazadi. Farovon hayotni nasib etadi. Mana shu yaqin kunlarda bir kishi o'zini ijtimoiy tarmoq sahifasida aytadiki, men istig'forni ko'p aytdim, ya'ni minglab, ya'ni 4000 talab istig'forni aytdim. Alloh subhanahu va taolo barcha qiyinchiliklarimni ketkazdi va hayotimga, rizqimga baraka berdi deb o'zini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida istig'fordan fazilatini bayon qildi. Ya'ni men aytadiki, men qo'limga zikr qiladigan elektron tasbihni oldim va yurganimda, yotganimda, mashinada ketib turganimda istig'forni aytib ketardim va hayotimda tasavvur qila olmaydigan bir buyuk bir ne'matlarga erishdim deb aytadi.
Agar Alloh subhanahu va taologa juda ko'p istig'for etsak, biz tasavvur qilmaydigan aqlimiz, ya'ni tasavvur qilishga ojiz bo'ladigan bir ajoyib ne'matlarni Alloh subhanahu va taolo beradi. Farzandga muhtoj bo'lgan insonlarga farzand beradi. Soliha ayollarga muhtoj bo'lgan kishilarga soliha ayol beradi. Va shunga o'xshagan ne'matlarni agarda biz qanchalik ko'p istig'for etsak, ya'ni shunchalik biz tasavvur qilmaydigan buyuk bir ne'matlarni Alloh subhanahu va taolo beradi. Va Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan biri, ya'ni 4-si Qur'onni eshitishlik. Qur'on tilovat qilinganda unga quloq solishlik. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasi 204-oyatda aytadiki: Astagfirullah va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Agar Qur'on tilovat qilinsa, Qur'onni eshitinglar va unga quloq solinglar. Shoyat sizlar, ya'ni sizlarga rahm qilinsa. Ya'ni mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlarga rahm qilinishligi uchun agar Qur'on tilovat qilinsa, Qur'onni eshitinglar va unga quloq solinglar deb buyuradi. Qur'onni eshitishlik, Qur'onga quloq solishlik bu Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Bugungi kunda islomda da'vo qiluvchi kishilar Qur'on tilovatini eshitmaydi, balki allaqanday bir musiqalarni va shunga o'xshagan narsalarni eshitadi. Va Qur'on eshitishlikning o'rniga musiqalar eshitgan yoki kuy-qo'shiqlar eshitgan insonlar, ya'ni islomda da'vo qiluvchi insonlar Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatidan mahrum bo'lgan kishilardir. Kimda kim Qur'onning o'rniga hayoti davomida kuy-qo'shiqlar eshitsa, musiqalar eshitsa, mana bu inson Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatidan mahrum kishilardandir. Ba'zi kishilar Qur'onni eshitishlikning o'rniga ko'proq nashidni eshitadi. Hatto nashidni ma'nosiga ham e'tibor bermaydi. Nashidning ohangiga mahliyo bo'lib yuradi. Mana bunday insonlar hayoti davomida mana shu nashidni eshitishlikni asos qo'ygan kishilar, ya'ni nashid eshitishlikni hayotidagi eng asosiy nuqtalarga qo'ygan kishilar Alloh subhanahu va taoloni rahmatidan mahrum kishilardir. Va Qur'onni eshitishlik, unga quloq solishlik bu mu'minlarga xos bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning 5-sabablaridan biri Qur'onga ilm o'rgangan holatda, Qur'on ilmini, ya'ni tavhid ilmini, aqida ilmini o'rganib va amal qilgan holatda Qur'onga ergashishlik. Alloh subhanahu va taolo An'am surasi 155-oyatda aytadiki: Astagfirullah, "Hada kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki, bu biz nozil qilgan kitob muborak kitobdir. Bas unga ergashinglar. Va ya'ni bas sizlarga rahm qilinishligi uchun Qur'onga ergashinglar. Muborak kitob bo'lgan Qur'onga ergashinglar va Allohdan qo'rqinglar. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo rahmatiga erishishlikning sabablarini bayon qiladi. U sabablardan biri Qur'onga ergashishlik, ya'ni Qur'on ilmini o'rganib, Qur'onning ma'nolarini o'rganib, Qur'onga ergashishlik va Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlik.
ya'ni taqvo qilishlik, mana shu narsalar Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan biridir. Islomda da'vo qiluvchi aksar kishilar Qur'onni o'rganmaydi. Qur'onga ergashmaydi. Balkim qandaydir bir kino yulduzlariga ergashadi yoki futbolistlarga ergashadi. Futbolistlarning hayotini yaxshiroq biladi. O'zini ota-onasini hayotidan-da yaxshiroq biladi. Futbolistlarni yoki kino yulduzlarini hayotini. Mana bu insonlar Qur'ondan yuz o'girgan insonlardir. Mana bu insonlarga o'xshab qolishlikdan saqlanishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa yolvorib duo qilishligimiz kerak. Va Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga, ya'ni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan biri, ya'ni 6-si Alloh subhanahu va taologa ko'p duo qilishlik. Alloh subhanahu va taolo Mu'minun surasi 118-oyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga duo qilishlikni buyurib aytadiki: Astagfirullah va qur robbighfir varham va anta khayrur rohimin. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va mu'minlarga qanday qilib duo qilishlikni o'rgatadi, ya'ni buyuradi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytadiki: Ey Rasul, ey payg'ambar, ey Robbim, meni mag'firat qilgin va menga rahim qilgin va sen rahim qiluvchilarni eng yaxshisisan deb mana shunday duo qilib buyuradi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa duo qilishlik bu Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taologa juda ko'p duo qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolaridan biri: Ya Hayyum, ya Qayyum, bi rahmatika astaghiithu. Ey Hayyum, ey Qayyum bo'lgan zot, sening rahmating bilan sendan yordam so'rayman. Mana bu duo Imom Termiziy rivoyat qilgan sahih hadisda keladi. Mana shu sunnatlarda kelgan duolar bilan Alloh subhanahu va taologa juda ko'p duo qilishimiz kerak. Va Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biri insonlarga marhamatli bo'lishlik. Ya'ni insonlarga marhamatli bo'lishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda aytadilarki: Man yarham yurham. Kimda-kim marhamatli bo'lsa, rahim qilsa, ya'ni insonlarga, hayvonlarga va barcha narsalarga rahim qilsa, unga ham rahim qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning rasuli boshqa bir hadisda aytadiki, ya'ni bu hadisni Imom Abu Dovud rahimahulloh o'zlarini As-Sunan kitoblarida, hadis to'plamlari kitoblarida zikr qilishgan, ya'ni keltirishgan. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Yerdagilarga marhamatli bo'linglar va sizlarga osmonda bo'lgan zot marhamat qiladi. O'zini rahmatini nasib etadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda sahobalarga yerdagi barcha narsaga marhamatli bo'lishlikni buyuradilar. Va Alloh subhanahu va taolo yerdagi barcha narsaga marhamat qilgan kishiga
Alloh subhanahu va taolo o'zini rahmatini nasib etishligini mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beradilar. Mo'min kishi yerdagi barcha narsalarga, ya'ni yer yuzidagi barcha narsalarga, u insonlar bo'lsin, hayvonlar bo'lsin yoki o'simliklar, insonlarga foydali bo'lgan o'simliklar yoki mevalarga marhamatli bo'lishlik, ya'ni rahmdil bo'lishlik. Mana shu marhamatli bo'lishlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda buyuradilar. Ba'zi insonlar hayvonlarga, nafaqat hayvonlarga, ya'ni nafaqat insonlarga, balkim insonlarga manfaatli bo'lgan mevali daraxtlarga ham marhamatli bo'lmaydi. Ya'ni aziyat beradi. Ba'zi insonlar ya'ni ko'chalarda ya'ni ko'chalarda narsa yeb turgan mushuklarni tepib o'tib ketadi yoki mushuklarni ushlab dumini kesadi. Mana bu zulm bu. Mana bunday insonlarga marhamatli bo'lmagan, insonlarga va hayvonlarga, hattoki insonlarga manfaatli bo'lgan mevali daraxtlarga, mevali o'simliklarga zulm qilgan, marhamat qilmagan kishilar Alloh subhanahu va taoloni rahmatidan mahrum bo'lgan kishilardir. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer yuzidagi barcha narsaga rahm qilishlikni, marhamatli bo'lishlikni buyurdilar. Va mana shunday kishilarga Alloh subhanahu va taolo o'zini xos rahmatini nasib etishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda xabar berdilar. Va Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan biri, ya'ni 8-si ilm majlislariga qo'shilishlik. Ya'ni ilm o'rganishlik va ilm majlislariga qo'shilishlik. Tavhid ilmini o'rganishlik, aqida ilmini o'rganishlik, Qur'on ilmini o'rganishlik, ya'ni Qur'onning ma'nolarini o'rganishlik va o'rgangan ilmiga amal qilishlik bu Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Bugungi kunda mana hammaning qo'lida telefon bor, hammaning qo'lida ya'ni hammaning telefonida ijtimoiy tarmoqda bir sahifasi bor. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda bir ilm majlisi bo'layaptimi? Bir ilm majlisi, misol jonli efirda yoki boshqa bir ya'ni ilm majlisi bo'lgan videolar chiqib qoldimi? Mana shuni eshitishlik ham bu ilm majlisiga qo'shilishlik hisoblanadi. Ya'ni mana shu ijtimoiy tarmoqdagi ilm majlislariga qo'shilishlik yoki ilm majlislaridan iborat bo'lgan videolarni, ya'ni tavhid darslari bo'lgan, diniy darslar bo'lgan videolarni eshitishlik Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Aksar insonlar Alloh subhanahu va taoloni tanimaydi, tavhid ilmini o'rganmaydi, aqida ilmini o'rganmaydi. La ilaha illallohni, kalima-i shahodatni ma'nolarini, shartlarini o'rganmaydi. Mana bu narsa dindan, islom dinidan qisman yuz o'girishlik hisoblanadi. Mo'min kishi, ya'ni islomni da'vo qiluvchi kishi tavhid ilmini, aqida ilmini o'rganishligi kerak. Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlari bilan tanishlikka harakat qilishligi kerak va o'rgangan ilmiga amal qilishligi kerak. Va Alloh subhanahu va taoloni mo'minlarga xos bo'lgan rahmati, ya'ni rahmatiga erishishlikni sabablaridan biri yana musibat vaqtida Alloh subhanahu va taologa suyanishlik. Ya'ni bir musibat bo'ldimi, bir qiyinchilik bo'ldimi, mana shu holatda Alloh subhanahu va taologa suyanishlik Alloh subhanahu va taoloni rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi 156,
157-oyatda aytadiki, astag'firullah. الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, agarda ularga bir musibat yetsa, ular albatta biz Allohning bandasimiz va albatta biz Allohga qayturmiz deb aytadilar. Va mana shu kishilarga Alloh subhanahu, ya'ni va mana shu kishilarga Robbilari tarafidan maqtov va rahmat, Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'ladi. Va mana shu kishilar hidoyatlangan kishilardir deb Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda haqiqiy bir mu'minlarni sifatini bayon qiladi va mu'minlarga xos bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishishlikni sabablarini mana bu oyatda bayon qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishishlikni sabablaridan biri bu musibat holatida Alloh subhanahu va taologa suyanishlik. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb Alloh subhanahu va taologa suyanishlik. Albatta biz Allohning bandasimiz va albatta biz Allohga qayturmiz deb Alloh subhanahu va taologa suyanib, Alloh subhanahu va taologa yolvorib duo qilishlik kerak. Ya'ni yolvorib istig'forlarni juda ko'p aytishlik kerak. Va mana shu musibatlarni Alloh subhanahu va taolo qanchalik ko'p Alloh subhanahu va taologa suyansak, qanchalik ko'p Alloh subhanahu va taologa duo qilib istig'for etsak, va mana bu musibatlarni va qiyinchiliklarni Alloh subhanahu va taolo ketkazadi, ya'ni ko'tarib yo'q qiladi. Va Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikda sabablaridan biri, ya'ni 9-si, namozga vaqtliroq kelishlik, ya'ni masjidga vaqtliroq borib, masjidda namozni kutib turishlik. Yoki bomdod namozlariga va boshqa bir namozlarga vaqtliroq harakat qilib, masjidlarda kutib o'tirishlik, namozni kutib o'tirishlik, bu Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablaridan biridir. Va hadislarda keladiki, tahorat olishlik va azon bo'lishidan oldin masjidga borib namozni kutib o'tirishlik, bu ribot bu deb aytishadi. Ya'ni ribotning turlaridan biridir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beradilar. Ya'ni tahorat olib namozni, ya'ni vaqtliroq masjidga borib kutib o'tirishlik, bu ribotning turlaridan biridir. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablaridan ba'zilari biz Alloh taolo qodir qilgancha uni aytib o'tdik. Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bir rahmatiga erishishlik, bu juda katta bir ne'mat bu. Mu'min kishini hayotida eng asosiy nuqtada bo'lishligi kerak. Mana bu biz aytib o'tgan sabablar mu'min kishini eng asosiy bir hayotidagi eng asosiy nuqtada bo'lishligi kerak. Aksar insonlar mana bu Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikni sabablariga unchalik e'tibor bermaydi. Ahamiyatsiz hisoblaydi. O'rganishlikka harakat qilmaydi. Lekin Amerikadagi hayotga erishishlik uchun yoki Yevropadagi hayotga erishishlik uchun buni sabablarini qo'ldan kelgancha o'rganadi. Hattoki pul sarflaydi. Misol, Amerikaga qochqin ravishda borishlik uchun hattoki 10 minglab dollar sarflaydi, 15 minglab dollar sarflaydi. Hatto mana shu Meksikadan borib, Meksikaning chegarasidan qochqin bo'lib Amerikaning chegarasiga o'tib ketadi. Hattoki ba'zi
ijtimoiy tarmoqlarda xabarlarda ko'rsatilgan Meksikada o'sha Amerikaga o'tib turganda o'sha Amerikaga qochqin bo'lib o'tmoqchi bo'lgan kishilarni timsohlar yeb tashlagan. Mana shu dunyodagi bir hali u yerda bir kinolarda ko'rsatilgan bir yaxshi hayot hali bormi, yo'qmi? Amerika aholisi kinolardagi ko'rsatilgan bir yaxshi hayotlarga Amerikani aholisini o'zi hali erishmagan. Oddiy misol. Juda achinarli holat. Mana bu insonlar ham biz musulmonmiz deb islomda da'vo qiladi. Lekin Amerikadagi hayotga yoki Yevropadagi hayotga erishishlik uchun barcha narsalarni o'rganib chiqadi. Barcha sabablarni, ya'ni Amerikaga yoki Yevropaga borib u yerdagi hayotga erishishlik uchun barcha sabablarini, barcha shartlarini o'rganib chiqadi. Hattoki 10 minglab, 20 minglab dollar pul sarflaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mo'min bandalarga va'da qilgan xos bir rahmatini ya'ni rahmatiga erishishlikni sabablarini o'rganishlikka harakat qilmaydi. Ilm o'rganmaydi. Tavhid ilmini, aqida ilmini, Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlarini o'rganishlikni mana bu narsalarga ahamiyat bermaydi. Mana bu holatlar juda achinarli bir holat. Alloh subhanahu va taoloni rahmatidan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz o'tgan darslarimizda aytib o'tdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlarki, albatta Alloh subhanahu va taoloni 100 ta rahmati bordir deb aytganlar. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu 100 ta rahmatidan bittasini yer yuziga nozil qildi, ya'ni yer yuziga tushirdi. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloni bitta rahmatidan insonlar va jinlar, hayvonotlar, hasharotlar bir-biriga rahmat, ya'ni bir-biriga marhamat qiladi. Bir-biriga yordam beradi, rahmli bo'ladi. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloni yer yuziga tushirgan bitta rahmatidan juda mo'jizaviy bir holatlar, insonning aqliga sig'maydigan juda ajib mo'jizaviy holatlar sodir bo'ladi. Misol uchun, ota-onalar farzandi uchun o'zini fido qiladi. Misol uchun, ba'zi holatlarda homilador ayollar tug'ib turganda yo bolani saqlab qolishlik kerak yoki onani saqlab qolishlik kerak. Mana shunga o'xshagan holatlar sodir bo'ladi. Doktorlar mana shu homilador ayoldan so'rashadi. Hozir yo seni qutqarib qolishimiz, saqlab qolishimiz kerak yoki bolangni saqlab qolishimiz kerak deb so'rashadi. Shunda marhamatli ona aytadiki, yo'q, meni bolamni saqlab qolinglar, meni emas, bolamni saqlab qolinglar deb ona mana shu Alloh subhanahu va taoloni bitta rahmatidan mana shunday fidoilik qiladi. Bu nafaqat insonlar, balki hayvonlarda ham mana shunday holatlar sodir bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hammamiz ko'rgan bo'lsak kerak, bir kek, ya'ni o'zini bolasi bilan bir ketib turganda suvdan o'tishligi kerak bo'lgan bir ko'l bo'lgan. Mana shu ko'lda timsoh, ya'ni ko'lda ichida timsoh bo'lgan. Mana shu ko'ldan kekni bolasi yugurib o'tib turganda timsoh uni yemoqchi bo'lib, unga tashlanish uchun yugurib keladi. Shuni ko'rgan kek, mana bu kekning onasi, ona kek timsoh bolasini yemasligi uchun o'zini mana shu timsohga o'lja qilib, o'zini timsohning oldiga tashlaydi. Bolasi saqlanib qolishligi uchun. Nafaqat insonlar, balki hayvonlar ham o'zini bolasi uchun mana shu Alloh subhanahu va taoloni yerga tushirgan bitta rahmatidan o'zini bolasiga marhamatli bo'ladi, ya'ni fido qiladi. Va mana shu Alloh subhanahu va taoloni bitta rahmatidan juda mo'jizaviy, insonlarni aqli ojiz qoladigan bir mo'jizaviy holatlar sodir bo'ladi. Lekin hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, va Alloh subhanahu va taolo qolgan 99 ta rahmatini qiyomat kunida bandalarini o'sha 99 ta rahmati bilan rahmat qilishligi uchun
marhamat qilishlik uchun olib qo'ydi deb aytadilar. Tasavvur qiling, Alloh subhanahu va taoloni bitta rahmatidan qanaqangi bir yer yuzida qanaqangi bir mo'jizaviy holatlar sodir bo'lyapti. Lekin Alloh subhanahu va taoloni oxiratda mu'minlarga va'da qilgan rahmatidan qanaqangi bir holatlar sodir bo'ladi. Buni tasavvur qilishlikka insonning aqli ojiz. Va Alloh subhanahu va taolo marhamatli bo'lishligi bilan birga Alloh subhanahu va taoloning dinidan yuz o'girgan mushrik va kofir kimsalarga Alloh subhanahu va taolo oxiratda juda alamli azoblarni va'da qilgan. Alloh subhanahu va taoloni mana shu mu'minlarga va'da qilgan rahmatiga erishishlikdan hammamizga Alloh subhanahu va taolo hammamizga nasib etsin. Albatta mana bu mavzular juda muhim mavzu. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarga xos bo'lgan rahmatiga erishishlikning sabablari bu juda muhim mavzulardan. Mu'min kishini hayotidagi asosiy bir nuqtada bo'lishlik kerak. Va aksar islomni da'vo qiluvchi kishilar Alloh va rasuliga itoat qilmaydi. Alloh va rasuliga bo'ysunmaydi, balki insonlarga ya'ni ko'proq bo'ysunadi. Insonlarga ko'proq itoat qiladi. Ya'ni Alloh va rasuliga itoat qilishlikdan-da insonlarga itoat qilishlik ahamiyatliroq, muhimroq aksar insonlarni nazdida. Aksar insonlar o'zini ishxonasidagi xo'jayiniga ko'proq itoat qiladi. Yoki ota-onasiga ko'proq itoat qiladi, bo'ysunadi. Alloh va rasuliga bo'ysunmasdan ota-onasiga ko'proq bo'ysunadi. Mana bu holatlar juda achinarli holat. Mana bu holatlardan hammamizni Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Va mana bu darslarimizga va o'rgangan ilmlarimizga mukammal holatda amal qilishimizni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu darslarimizni avvalambor o'zimizga boshqa bir insonlarga foydali va manfaatli qilsin va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk.